Nima uchun bolalarni nutqiy rivojlanishda kechikishlar bo'ladi? Birinchisi, eshitishda muammolar bo'lsa, ya'ni bolani eshitish a'zolari va miyaning eshitishga javobgar qismi to'liq shakllanmagan bo'lsa. Ikkinchisi, agarda bola telefon, televizor kun davomida ko'rsa, odamlar bilan kam muloqot qilsa, bu holatda ham nutqiy rivojlanish sekinlashib ketadi. Chunki bolada nutqiy kontakt yetishmaganligi uchun yangi so'zlarni o'rgana olmaydi. Oxirgisi, hazm tizimidagi muammolar. Masalan, oddiy ich qochish tufayli vitamin va minerallar qonga yetarli miqdorda so'rilmaydi. Bu tanqislik tufayli miya rivojlanishi kechikadi. Bu muammolarni oldini olish va davolash uchun ginkgo biloba ekstrakti va ignoterapiya muolajasi samarali yordam beradi. Xususan, ginkgo biloba tarkibidagi bilobaloid moddasi nerv hujayralarini energiya almashinuvini ta'minlaydi. Flavonoidlar esa neyronlarni erkin radikallardan himoya qiladi. Bundan tashqari, ginkgo bilobada terpenlar bo'lib, ular miya qon tomirlarini kengaytiradi. Natijada miyada qon yaxshi aylanadi. Va eng asosiysi, boshdagi Shenten, Bayxue, Sishenkong nuqtalarini massaj qiling yoki igna oling. Chunki Shenten nuqtasi miyaning tafakkur, diqqat va nutqiy rivojlanish markazlarini qo'zg'atadi. Bayxue nuqtasi esa markaziy nerv sistemasining nerv hujayralari faolligini oshiradi. Sishenkong nuqtasi xotirani kuchaytirib, yangi so'zlar eslab qolishni ta'minlaydi. Ignoterapiya organizmda beta oqsili sintezlanadi. Bu oqsilning vazifasi miya hujayralarini hosil qilish, ularni rivojlantirish, faolligini oshirish hamda neyronlar o'rtasida yangi kanallar hosil qilish. Yuqoridagi nuqtalarning joylashuvini bilish uchun izohlarda nuqta so'zini yozib qoldiring.